Assalomu alaykum. Mana biz Vakmak Makajo'xor dalasidamiz. Bu loyiha 2025-yil Ussanoat qurilish banki hamkorligida Toshkent viloyati Bo'ka tuman Ezgulik MFida 2914 konturida amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu loyihamiz 6-bosqich jarayonida. Konturimiz maydoni 4 burchak shaklda bo'lib, bo'yiga 434 metrni, eniga 234 metrni tashkil qilib, 10 gektarlik maydondan iborat. Bu 10 gektarlik maydonimiz jami 26 dehqon xo'jalik bo'lib berilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligimizga 38 sotikda yer maydoni ajratilgan. Vakmak makajo'xorimiz hozirgi kunda to'liq gullab bo'lib, hosilga kirish jarayonida. Makajo'xorimiz hozirgi kunda agrotexnik va o'g'itlar ishlari to'liq amalga oshirilgan. Hozirda makajo'xorimiz ko'rinishi, hosildorligi a'lo darajada. Makajo'xorimiz pish davri 85-95 kunni tashkil qilib, dehqonlarimiz yaqin kunlarda hosilni rejalashtirilgandek mo'l hosil olish arafasi. Dehqonlarimiz har bir gektaridan jami 96 million so'mdan daromad qilish kutmoqda.